Uydagi remontlarni tugatib, endi xonalarni gilam bilan to'ldirmoqchi bo'lganlar uchun keng assortiment, yuqori sifat va takrorlanmas bonuslarni taklif qilamiz. Umuman olganda, hozirgi kunda remont qilishlarni o'zi ham bo'lmayapti. Hozir shunga mos budjetli variantlarni razmerlari va narxlari bilan ko'rsatib o'taman. Video davomida uyingizni nechta pulga gilamlar bilan to'ldirishingizni taxminan hisoblab beramiz. Kelgan mehmonni birinchi zalga olib kirganingizda biz ham gilamni zalingizdan boshlab beramiz. Zal razmerini domga ham, uchastkalarga ham mos keladigan 4 ga 5 qilib olamiz. Buni narxi 1 800 ming so'm turadi. Sizga 1 400 ming so'mga qilib beramiz. Endi uyimizni quvonchi, fayzi bo'lgan bolalar xonasiga o'tamiz. Bu xonani taxminan 3 ga 4 deb olamiz. Bu xonada asosan mebellar qo'yilish hisobga olgan holda va razmerlarni переделка qilinishi mumkin bo'lgani uchun high-tech kavralarni tavsiya qilamiz. Sababi buni ustiga nima jihoz qo'ysangiz ham gullari buzilib qolmaydi va xonani kenglikda ushlab turadi. Bundan tashqari razmerlarni переделка qilsangiz ham xohlagan razmerga kesib, to'g'rilab olishingiz mumkin. 3 ga 4 razmerdagina narxi 1 200 ming so'm turadi. Sizga 900 ming so'mga qilib beramiz. Endi o'zimizning xona ham qolib ketmasin. Bu xonaga nejniy, skromniy variantdan tanlaganingiz yaxshi. Kirganingizda ham bir dam oladigan xona bo'ladi. Bu xonani 3 ga 5 deb olamiz taxminan. Buni narxi 1 300 ming so'm turadi. 1 million so'mga sizga qilib beramiz. Endi oshxonamizga keladigan bo'lsak, bu xona ayollarimizni ko'p vaqtini o'tkazadigan xona va gilam tez kirib bo'ladigan xona bo'lgani uchun ozgina to'qroq kir ko'taradigan kavralarni ko'rsatib o'taman. Buni 3,5 ga 4 taxminiy razmer deb olamiz. Narxi 1 800 ming so'm turadi. Sizga 1 400 ming so'mga qilib beramiz. Koridorlarga keladigan bo'lsak, bu yo'laklarimizga shu daroshkalardan qilib beramiz. Taxminiy 15 kvadrat deb olsak, 1 200 ming so'm bo'ladi. Sizga 900 ming so'mga qilib beramiz. Hamma xonalaringizga gilamlarni bizdan to'ldirib oldingiz. Endi bitta kichkina joyingiz qolib ketgan bo'lsa, shu xonangizga bitta 2 ga 3 gilam bizdan sizga bonus. Uyingizdagi xonalarni budjetli gilamlar bilan to'ldirganimiz sizga necha pulga tushdi hozir hisoblaymiz. Zalimiz 1 400 ming, detskiy xonamiz 900 ming, kattadan spalnisi 900 ming, oshxonamiz 1 400 ming, yo'llarimiz 900 ming. Jami 5 500 ming so'm bo'ldi. Bu narx budjetli gilamlarga normalmi nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Aytgancha, agar sizning xonalaringiz bundan katta bo'lsa, narx qo'shiladi, kichkina bo'lsa, narx kamayadi. Gilamlarni uyga olib borganingizda, keyin qulog'ingizni qoqmasinlar desangiz, hozir sizga yaxshi sifatlardan ko'rsatib o'taman. Bu variantlarimiz razmeri 4 ga 5, materiali poliester Turkiyadan keladi, orqa tomonlariga paxta ishlatiladi. Yumshoq, musor yig'maydigan, allergiya bermaydigan gilamlarimiz hisoblanadi. 4 ga 5 razmerdagi bu gilamlar 3 600 ming so'm turadi. Sizga 2 900 ming so'mga qilib beramiz. Bu xonaga ham yaxshi yumshoq sifatdan, materiali ham musor yig'maydigan, ham bolalarga mos keladigan nejniy, skromniy variantlar. Buni boshqacha rasvetkalari ham bor, tanlab olishingiz mumkin. 3 ga 4 razmeri 2 500 ming so'm turadi. Sizga 2 millionga qilib beramiz. Bundan tashqari detskiy rysunkadagi mashina yo'llari bor, mashinali fasonini ham olishingiz mumkin. Endi o'zingizning spalningizga keladigan bo'lsak, xonangizni remontiga moslab turib, xohlang minimalizm, xohlang high-tech har xil variantlaridan tanlab olishingiz mumkin. Sizning xonangizda 3 ga 5 qilib taxminiy razmer qilib olgandik. Buni narxi 3 200 ming so'm turadi. Sizga 2 500 ga qilib beramiz. Oshxonalaringizni yorqin ranglar bilan remont qilib qo'ygan bo'lsangiz, shunga mos keladigan yorqin rangdagi rang tanlamaydigan kavralarni solishingiz mumkin. Bundan tashqari shunaqa rang tanlamaydigan gilamlarni ham ko'rsatib o'taman. Bu gilami oshxonani razmerini 3,5 ga 4 taxminiy razmer qilib oldik. Hozir ko'rsatib o'tgan kavralarlarim yoki mana bu gilam ikkalasining narxi bir xil tushadi. 3,5 ga 4 razmeri 2 100 ming so'm, sizga 1 600 mingga qilib beramiz. Koridor yoki yo'llarimiz uchun ham shunaqa yaxshi sifatlardan ko'rsatamiz. Bularning ranglari to'g'lanadi, materiali ham yaxshi. Eni 80 sm dan 2 metrgacha razmerlarini topishingiz mumkin.
Biza koridorni taxminan 15 kvadrat deb olgandik. Buni narxi 2 million 200 ming so'm turadi. Sizga 1 million 700 ga qilib beramiz. Hozir ko'rsatib o'tgan yaxshi sifatli gilamlarimiz bilan uyingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, bunga ham albatta bonusimiz bor va yanada kattaroq bonus bu 2,5 ga 3,5 razmerdagi shulardan bittasini tanlab olishingiz mumkin. Yaxshi sifatdagi gilamlar bilan uyingizni to'ldirsak, общий necha pulga tushyapti hozir hisoblaymiz. Zalis 2 million 900, detskiy spalniy 2 million, o'zingiz spalningiz 2 million 500, oshxona 1 million 600, koridor yo'laklaringiz 1 million 700. Jami 10 million 700 ming bo'ldi. Bu narx yaxshi gilamlarga normalniymi nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Zo'r gilamlar bilan uyimni to'ldiraman deb niyat qilgan bo'lsangiz, shunaqa zo'r gilamlarni ko'rsataman. Bu gilamlarimizni sifati, qalinligiga gap bo'lish mumkin emas. Buni dizaynlari xohlagan fasoningizda topishingiz mumkin. Klassika, neoklassika, sharqona, minimalizm, high-techlarga to'g'ri keladigan zallaringizga moslab solishingiz mumkin. Bu gilamlarni 4 ga 5 razmeri narxi 5 million 200 ming so'm turadi. Sizga 4 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Detskiy xonamizni razmerini taxminiy 3 ga 4 deb olgandik. U razmerda bu kavranallar 3 million 500 ming so'm bo'ladi. Sizga 2 million 900 ming so'm. O'zingiz spalningizga ham boshqa xonalardan qolishmaydigan shunaqa zo'r sifatlarimiz bor. Buni fasonlari ham juda ham skromniy, nejniy ishlangan, neobычный narsalar, Turkiyalardan umuman qolishmaydi. Qalinligi ham, sifati ham, musorlarni maza qilib, tozalab, ustida ham maza qilib yurasizlar. Buni har xil fason, har xil dizaynlarda topishingiz mumkin. Oq deysizmi, to'qroq deysizmi, o'rtacha ranglari bir-biridan qolishmaydi hammasi ham. Bularni 3 ga 5 dagi narxi 4 million 300 ming so'm turadi. Sizga 3 million 500 ming so'm qilib beramiz. Shuncha xonalarni zo'rdan qilib qo'ydik. Endi oshxonani ham zo'rdan qilib qo'yaman desangiz, mana kirib o'tadiganlari, oqroq variantlari, bularni vanishlarda maza qilib tozalab ishlatasizlar. Yana undan tashqari boshqacha fasonlarini ham topishingiz mumkin. Har xil dizaynlar, har xil ranglarda. Oshxonani taxminiy razmerda 3,5 ga 4 deb oldik. 3,5 ga 4 razmeri 4 million so'm turadi. Sizga 3 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Koridor yoki yo'laklarimizni zo'r doroshkalar bilan to'ldirish uchun zo'r vibr bor. Katta assortimentda buni har xil ranglari, fasonlari, gulli, gulsiz tanlab olishingiz mumkin. Eni 80 dan 2 metrgacha bo'ladi bular ham. Biza koridor yo'llarni taxminiy 15 kvadrat deb olgandik. Buni narxi 4 million 200 ming so'm turadi. Sizga 3 million 500 ga qilib beramiz. Xonalaringizni zo'r gilamlar bilan to'ldirganingiz uchun bonuslarni ham zo'rni qilib beramiz. Bu qalin sifatdagi gilamlar uchun shunaqa qalin bonusdan qilib beramiz. 2,5 ga 2,5 noodatiy razmerlardan va bundan tashqari qalin sifatli joynamozdan ham bonus qilib beramiz. Zo'r gilamlar bilan uyingizni to'ldirsangiz, jami nech pul bo'ldi hozir hisoblaymiz. Zalimiz 5 million 400, detskiy spalniyimiz 2 million 800, katta spalniyimiz 3 million 500, oshxonamiz 3 million 200, koridor va yo'laklarimiz 3 million 500. Jami 18 million 400 ming so'mga zo'rlari bilan to'ldirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari Chinobod gilam bozori, Shinam maskan bazalarida bundan ham keng assortiment mavjud. Kelib bemalol ko'rib tanlab olishingiz mumkin.